Opang senga akangmas. Taxminan 11-12 yoshlarimda opam meni magazinga va paynetga chiqazib yuborgan edilar. Paynet uzoqroq dedi. Men birinchi paynetda pul to'lab, keyin magazindan narsa olib uyga qaytishni plan qilganman. Yo'limizda militsiyaxona bo'lardi va undan sal teparoqda bitta kishi turgan bo'lgan va menga mana shu militsiyaning oldidan meni singlim bo'lib birga o't bera olmaysizmi degan. Menga birinchi gapirgan gapi kecha qamoqdan chiquvdim-de, shunga degan. Bu gapni eshitganimdan keyin men bir og'iz ham gap gapira olmaganman. Men qancha tez yurganim sari u meni yonimga shuncha yaqinlashib kelib, anu militsiyaning oldidan men bilan birga o'tgan. Paynetga pul to'laganman, u orqamga qaramasdan qochganman. Va uyga yugurib kelib bu gaplarni opamga aytganman va u kishi kim edi deganlar, bilmayman, menga faqat shu gaplarni gapirdi deganman. Va meni o'g'irlab ketishi mumkinligi bu ikkinchi daraja. Opam bo'lsa, meni ham telefonimni olib chiqib ketuvdinglar, yaxshi ham telefonimni o'g'irlatib kelmabsan deganlar.